29-may mana. Bodomlar mana ular nima deyapti mana? Mana bodomlar mana yepishtirib qo'yilmagan bular hech qanaqangi mana. Boylab ham totib tashlaganmiz mana. Ko'tara olmayapti-da. O'ta mana ular nima deyapti mana ular. O'ta qara. Shoxlari egilib ketibdi. Dorini kamroq berish kerak ekanda. Biz dorini ko'proq berib qo'ymiz mana o'ta yirilib ham ketyapti shamolda mana. Boylab totib tashlaganmiz har yoqda. Ko'paygan buni. Mevani olib qo'yibdi mana. Oshida 7 yoshli bodom ko'chatimiz bu. Bu yil 7-yil ekilganiga. Aylantirib beramiz hamma yog'ini. O'zi hozirdan o'zi mana barmoq solishtirganda bir 4 santa bor hozirgi holatda. Bu yana kattalashadi bu. Bu iyun oyini ham kattalashadi shu avgust 15-20-larga uzish boshlanadi. Oldi bu qovaga yelgandan keyin uziladi buni. İyun ichida ham iyun oyida ham bu yirilashadi. Meva kattalashadi. Bu o'ta zo'r. Gullarni ham 100% ushlagan. 100%. Nechta gullagan bo'lsa bexato ushlagan. Gullarni to'kib yormagan yo bir yomg'ir urib yo sovuq urib ketmagan. O'ta zo'r. Buni ishonchli ko'chatlardan bor. Bemalol aloqa chiqishini mumkin. Hozirdan zakaz berishini mumkin.